FK Mobile 12. Hey, 100 vurdu. Oh my god. Давай. Kim bo'lishi mumkin? O'zbekiston! Ey, oh my god! Pisano! Bu kartas başım dahşet çıktı dostlar bana. Statistikalar bomba короче. Men hozir bunga full rank up beraman. Do'stlar, lekin sizlar buni cho'ta deb o'ylayapsizlar. Lekin men yig'ib oldim. Zato bu o'yinchi arziydi. Hayırlısı sizlarning o'sha F12 bo'ldi. Sizlarning o'sha F12 bilasizlar bilan mana buni rank up qilamiz. O'zbekiston legenda o'yinchiga dahshat menga yoqadi. Statistikalari lekin bomba ketdi. Full rank up beramiz. Full bo'lmaydi ekan-ku, har kim full bo'larkan lekin. Nima? Так. Himoya и dribbling. Machi sanki normal. O'zi pasti normalniy hisoblanib turdi. 3-5 ekan ayog'i. Mana do'stlar, full rankadan berdik. Endi trenirovkani o'tkazib qo'ysak bo'ldi. Hammaga xayr. Men bu Husanov, men bu Pachoda Husanov o'ynatib ko'rdim. Husanov normalniy to'plar dam tez oladi ekan. Lekin men bu Pacho qo'yardi. Qani o'yinimiz ko'tarilar ekanmi do'stlar? Qiziqda. Ya ko'tarilmadi. Amiyo. Mani bu Gabriel aytgancha mana o'tib katasini oldim. Pedriga olaman dedim. Pedri endi bo'lmadi, oson bo'lardi. Lekin men afsonaviy eng zo'r o'yinchini oldim. Wow, statistikani 220 defleting, dribbling. Voy!